Ovsini borlar telefonga yaqinroq kelinglar. Sizlarga yoqadigan tema. Bir emas naqd ikkita ovsinim bor. Ovsinga tosh otsa men non otaman. Sababi bir-birimizga yomonligimiz tegmaydi. Katta ovsinim alohida chiqib ketganlar. Oyda yilda bir keladilar. 3 ta ovsin bir bo'lsa, vaqt o'tganini bilmay qolamiz. Bolalarimiz ham esimizdan chiqib qoladi. Ko'pchilik birga yashaydigan ovsini bilan chiqisha olmaydi. Nimaga hayron bo'laman? Uyda ovsininglarning ishini qilasizlarmi yoki qaynonanglarga sizlarni yomon ko'rsatadimi? Menda nabarot ikkita ovsin bitta uyda yashaymiz. Bir-birimizga faqat foydamiz tegadi. Bir-birimizdan aybimizni bekitamiz. Uy yumushlarni bo'lishib qilamiz. Misol ko'chani men tozalasam, ovsinim hovlini qiladilar. Ovqatni galma-gal qilamiz. Bittamiz galimizda, bittamiz mehmon bo'lamiz. Bolalarimiz kasal bo'lsa, bir-birimizdan dori so'raymiz. Nima muammoyim bo'lsa, ovsinimdan maslahat olaman. Daji ikkinchi bolamni shu ovsinim tug'dirganlar. Aytvaman, o'ta esa faqat foydaliga tegadi. Ovsini bilan chiqisha olmaydiganlarni hech tushunmayman. Yoki qaynona ovsinlarni bir-biriga solishtirib ajratib sovchilik tushiradi, yoki kelishib ish qilmagandan o'rtada nizo paydo bo'ladi, yoki bolalarning o'rtasiga tushib sovchilik tushiradi. Qanaqa vaziyatda ovsinlar bir-biriga teskari bo'lib qoladi? Kommentga tez yozib yuboringlar, ovsini borlar. Bir xil ovsinlarni eshitaman, opa-singildek bir-biriga yaqin bo'ladi. Ular qanaqa qilib murosa qilib yashirkin? Shunaqa ovsinlar qolganlarga bir maslahat berib yuboringlar. Begonada yashaydiganlar qancha, aka-uka jigarlarning o'rtasiga sovchilik tushirganlar qancha. Qanaqa qilib bitta uyda turib oshxonasi alohida, ro'zg'ori alohida yashash mumkin? Shunaqalarni qaynona-qaynotasiga ham qiyin ekan. Ahilchilik bor uyda baraka bo'ladi. Balki men noto'g'ri o'ylayotgandirman, balki hali yoshdirman. Bunaqa narsalarni o'zini shukurasida o'tkazganlar biladi. Kelinglar kommentda bir maslahat oshib qilamiz.